Do'stlar, Germaniya milliy terma jamoasi Curaçao terma jamoasini 7-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. To'g'risini aytganda 2014-yilda aynan mana shunday vajohatli va qo'rqinchli Germaniyani ko'rgan edik va Braziliya terma jamoasiga qarshi Joachim Löw qo'l ostidagi jamoa mana shunday hisobni qayd etgandi va oradan 12 yil o'tib xuddi shunday natija bugun ham qayd etildi. Va mana shu jihatni e'tiborga olishimiz kerakki, aynan Germaniya milliy terma jamoasi mundial oldidan favoritlar qatorida unchalik ham ko'p tilga olinayotgani yo'q edi. Aynan Fransiya, Braziliya, Ispaniya, Portugaliya kabi terma jamoalar tilga olinayotgandi, lekin Germaniyani ko'pchilik unutib qo'yayotgan edi do'stlar. Germaniya nemis mashinasi esa bugun Curaçao bo'lsa ham, unchalik ham kuchli jamoa bo'lmasa ham, jamoa bugun isbotlab qo'ydi, hali ham o'z mentalitetiga, hali ham o'z o'rniga jamoa ekanligini. Ana endi menimcha haqiqiy biz jahon chempionati ruhini his qilyapmiz. Ana endi mana haqiqiy jahon chempionatining qo'rqinchli va qiziqarli o'yinlarini aynan bugun nemislar bizga ko'rsatib beryapti. Siz qanday fikrdasiz? Germaniya bugun shunchaki kuchsiz jamoa ustidan mana shunday g'alabani qo'lga kiritib, vahima uyg'otib qo'ydimi yoki bularning hammasi shunchaki o'tkinchi hissiyotlarmi? Ular mundialda qay nuqtagacha yetib borishadi? Izohlarga albatta yozib qoldiring va mana shunday eng zo'r, eng tezkor xabarlar va yangiliklardan qolib ketmaslik uchun